Aloqa, seks erkak kishi uchun eng muhim va eng kerakli narsa. Ayollar uchun bu sal oxirgi darajada tursa ham, erkaklar uchun bu oxirgi darajada tura olmaydi. Erkak kishi bu narsa haqida gapirsa yoki talab qilsa, buzuq, yengiltak, xayolingizda faqat shu, siz faqat mana shuni o'ylaysiz, sizga faqat shu narsa kerak. Hech qachon ayollar buni gapirmang. Bu erkak kishining tabiati. U bundan tashqarida bo'la olmaydi. Agar erkak kishi jinsiy aloqaga qiziqmasa, mana shunda xavotirlaning. Haqiqiy erkak kishi haqiqiy to'laqonli uni ehtiyojlarini qondiradigan, maza qiladigan jinsiy aloqani ayolidan kutadi. Va erkak kishi uchun eng dahshatlisi, ayoli menga bu kerak emas, men yoqtirmayman, yaqinlashmang, yanami, men jonimga tegdi. Mumkin emas mana shunday qilish. Biz ayollar bunga juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak, lekin yana juda ham nozik holatlar bor. Bu degani erkak xohlaganini qilish mumkin degani emas. Bu albatta kelishilgan holda va ikkala tarafga ma'qul bo'lgan holatda, ko'rinishda bo'lish kerak. Shunchaki ayollar biling, erkak kishi uchun shu narsa muhim.